Shu 2-3 hafta ichida menga eng ko'p kelayotgan savol: homilador bo'ldingizmi? 2 qatmisiz? Voy, bo'yingizda bo'ldimi? Tabriklayman. Plan BBga borvatdingiz-u, borvasizmi? Natija qanaqa bo'lyapti? O'zgarishlar bormi? Dorilarni ichyapsizmi? Yaxshi ekanmi? Qancha bo'lyapti? Общий qancha ketyapti? Hamma savollar shu mavzu haqida. Bir boshidan javob bersam, ha, haliyam plan BBga borvanman. Homilador bo'ldimmi? Yo'q. O'zgarishlar bo'ldimi? Albatta bo'ldi. O'tgan oyda plan BB tomonidan berilgan dorilar orqali tabiiy ovulyatsiya bo'ldi. Menda muammo shu bilan edi va Alloh izni bilan tabiiy ovulyatsiya bo'lyapti. Lekin hali homilador bo'lmadim. Haliyam davolanishi, dorilarni ichishga davom etyapman. Bu dorilarni, bu klinikani tavsiya qilamanmi? Albatta qilaman. Chunki men borgan doktorlarim hammasi vaqtda cho'zardi, stimulyatsiya qilishni xohlamasdi. Eng yomoni organizmimni gormonlar bilan to'ldirardi. Lekin hozir faqatgina vitamin dorilar ichyapman. Umuman gormonal dori yo'q. To'liq vitamin kompleksi yordamida tabiiy ovulyatsiya kuzatilyapti. Hozir ham davolanyapman, folikulometriya qildiryapman. Allohning izni bilan bu oyda homilador bo'lish nasib qilsin. Siz ham duo qilib qo'ying. Menimcha hamma savollarga javob oldik deb o'ylayman. Agar homilador bo'lsam, albatta birinchi bo'lib sizlarga aytaman. O'tgan oy ovulyatsiyagacha nimalar bo'lganini, nimalar qilganimni hammasini storiesda to'liq aytib beraman. Menga obuna bo'ling va storieslarni kuzatib turing.